Assalomu alaykum. Bugun 13-shaklni chizish boshlaymiz. Yangi shakl. 13-shaklni inchib oldi. Tamam. Bu o'xshash. Nima ish qilishni avval bilib olsak, masalan, bu shakl qarasak, bu shaklniki osti 13 tuz holatda, lekin diqqat qilsak, bu 5 egizligi bo'lsa azroq yontuva. Tik shakl chizmasdan azroq o'ng tarafga qiyshaygan. Siz boshlasak qalam. Bu tuz shakl, tuz tursun. Metr 13 o'ttirik chiziq. Tamam. Keyin qalamda azroq ichiga qiyshaygan, undan tek, buni ulansin. Keyin metr egizligi 5 4 bu 7 bo'lingan 2. Keyin bunun gradusi 137. Tamam. Keyin mirror bilan tanlab turib, chiziqni bu uzuk chiziqqa mirror qilib bersak, tamam. Demak, bu shakl o'xshash bo'ldi, full define bo'ldi. Endi buni saqlab, inshaalloh 14-shaklni qilamiz.